Shirinlik bo'yicha hammani o'zida San Sebastian bo'lsa, dudlangan mahsulotlar bo'yicha hozircha Dumba Power. Akalar, bu bizdan sotayotganlar so'raydi. Buni olgandan keyin qanaqa saqlaymiz deydi. Bizda kiloli varianti bor, bilasizlar. Buni ataylab bizni mana shunaqa havo o'tadigan qopchilarga solib qo'yganmiz. Mana shu ko'rinishi 1 kilo bo'ladi. Buni etilu oldingiz, mana shu bo'lagini oldingiz, o'zingiz yeydiganingizni kesdingiz, kesib yeyverasiz. Qolganini yana xaltachaga solasiz. Quyosh, yomg'ir tushmagan joy bo'ladi-ku, hovlida. Shunaqa joyga osib qo'yasiz. Xolodilnikga tiqsa bo'ladimi? Bo'ladi, lekin xolodilnikga tiqishni maslahat bermayman. Bu shundoqligicha qotadi. Agar siz men aytayotgandek shabada o'tib turadigan joyga osib qo'ysangiz, bu qattim bo'ladi-da, yanada uni mazalilashib bo'ladi. Buni qattimligini ko'ringlar, mana dummani ko'ryapsizmi mana? Qo'l kirmaydi, qattim. Mana bu 1 haftalik. Siz buni 1 hafta, 10 kun, 2 hafta ushlasangiz, shunaqa mazali bo'ladi. Uyga mehmon kelib qolgan paytda qorabog'onkano piyoz bilan shuni qo'yasiz, ishoning, ovqatingiz yemaydi. Faqat dummani yeydi choy bilan. Kimga kerak bo'lsa, bizda kiloli varianti bor va vakuumli varianti bor. Murojaat uchun pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar, bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Toshkentda bo'lsa Yandexdan, viloyatda bo'lsa pochta orqali chiqarib beramiz.